Diye böyle ortaya geçip... Gülüm ket. Bak. Hayır. Öyle diyor. Çok diyor. Doktorga borç ver ay bitti ha. Nimaga? Ha hammanız esimden çıkıp bityapti. Cuma nima u bitta ko'zing yumuq turibdi? Ana ko'ryapsan ko'zi o'chab esdan chiqib ketyapti. Shoshma, men hozir birontadan so'rayman qaysi doktorga ketamiz deb. O'zi men hojatga borib kelay. Ha, teski. Ha? Jumami? Ha, Juma? Ha, o'la, kuchanasan. Shunday sendan chiqardingmi? Juma, Ha. Pochvonga kichkina tabib degani chiqibdi. Ana shuni o'liga boramiz. Nimaga? Nimagaligini ham esingdan chiqardingmi? Yur baqa. Assalomu alaykum aka, kimsiz? Va alaykum assalom. Nima xizmat? Shu kichkina tabibsizmi? Ha, men. Mana shu yerdan bitta ko'rib qo'ying. Ko'p narsani eslolmayapti. O'zim ham billam qo'limni qo'ya olmaganliklar. Yerdan o'lagan esdan chiqib ketdi. Endi aytib yurmaysiz. Shuni ko'rib qo'ya olasizmi? Ha, organizmni reaksiya berish kerak. Bo'lsin bo'lmasa. Bundan bormi? Ya beradi qon bo'lman. Mana buni chaynab ko'ring. Chaynaqami? Achchiq emasmi? Yo'q. U bo'ldi, u boshqa ekan, buni oling. Achchiqmi? Ha, Uygacha chaynab borasizlar achchiq deb. Alo. Ey, Habibmisan, tabibmisan? Bu bo'lmabdi-ku bu. Pul bersa yaxshi bo'ladi, bo'lmasa qayerdan yaxshi Ha, bo'ladi? pulni bersang bo'lmaydimi? esimdan chiqib ketdi-da. Ha, esing nimaga esingdan chiqadi? Esimdan chiqqani uchun bordim, nima deyapsiz? Ko'zingni chiqib olaman. Ne bana? Benim bir yana.